ahli komitetidan shuji telefon qilibdi. Ahmad akamniki kasal ahvoli mana bizga og'ir bo'lib qoldi. Davolashga bizga xizmatlar lazım bo'ladi. Xizmat kadrlarima necha yilda yaqi o'zlarining yerlariga kelib chiqib xizmatda bo'ladi. Endi ko'pning kuchi ko'p bo'ldi deb shu kadrlarga yaqashqa bugun yo'qlagash shu fursatda xalqdan ancha-muncha endi iqtisod yaram qilgan bir ish bilan chiqqandik deb yerga. Biz to'g'rida ancha-muncha bir narsani taqib turgan jamiyatimizda aqyo'l odamlar bakchiq nurg'un qatim murojaatnoma chiqargan bo'ldik. Shu tijorat qilayotganlar yaxshi niyatli kishilar azroqdir ko'pdir ko'nglini ifodalab yaram qilgan odamlar bakchiq ekan. Haqiqiy ehtiyojli odamlar bo'lsa biz chiqyapmiz. Mushundaq ancha-muncha aroqsaloqlikni qiliblar. Şimdi şundan paylangan adamlar yok emas. Şununla biz ahali komitetidan ruxsat elib, başlaq kanat kadrları bizni başlap akilsa, tasdiqni o'tganing haqiqiy ehtiyojli bo'lib qolsa, biz ekranga chiqib qo'rqmay ishga so'zlab, kan xalqimizga yordam talab qilyapmiz. Endi bu mu tas ishgan. Oddiysi bir bemor bo'lgan odamma ekranga chiqib, biz yordam talab qilinglar degan tas ishgan bu nurg'un jur'atlar bilan bo'lgan ishga. Endi ekran oldidagi qarindoshlar Beturgamızda Abdullah akimiz Turpanqır birinchidan yana bizniki doyun supsida chiqayotgan Gayit efendimning ma'sidagi bo'lgan ish Gayit efendimning qo'shnisi ben Turpan degandan keyin men kanat kadrlarniki havolasi bilan tushdim. Azroqdir ko'pdir ko'ngillarni ifodalab qo'ygan bo'lsanglar. Bir ko'vsimi kamlik qilmaydi, endi ko'pning ichi ko'p bo'ldi degan endi mishada Mehri muhabbet bilan yaşasak, maşındaq atrafımızdaki ihtiyacı qarindoshlarga azroq yordam qilib sunalsak, balki bu maqvatga ishimizning ilgir bo'lishiga sabab qilish mumkin. Anda olsa telefon nomerini endi ocham bak chiqish yo'qdi, shunaqasini tatib endi bir uyning a'zosi bo'lgandan keyin telefon nomerini uzatib bersa. 157 19 93 93 72 Telefon undirib beraymi? Anda olsa mush ekran oldidagi urug' tuqqanlar undirga jalab Beli bir kövüsün, beli 10 kövüsün yardımını sunulgan çağda rahmet deyen gapni aymay qo'ysa, ba'zida minnatdorlik tuyg'umuzni ikki qiz gaplar ifodalab qo'ysak, yordam qilgan odamning ko'ngli bir xil azoda bo'ladi. Abdu akamniki ani kasallik ahvolini bir tushuntirib qo'yganmisa. Bu adam şu 2018-ayda şu aqqan kesili yilik manbalik aqqan kesili deb diagnoz qo'ydi. Mushikamichilik endi davoltib do'lar orqali kelayotgan 2023dan boshlab 3 oyda beri kam sanab bo'lmaydi dedi. Badoq ahvolimiz qatta 3 oyda beri 5 oyda beri badoq bir yil 8-oy 16 shu yana telefon qilib ekan bir tashurda tonglar yilikni deb. Chiqib yilik tashurtgan lekin yilik almashtirish to'g'ri kelgan dedi. Keynidan ma bir doğru chiqibdi. Bir oylik do'ra 2 tuman 7000 koy. Endi yig'inchoqlab men so'zlab baqay. Mush yillik almashtirish operatsiyasiga az endi 20 tuman ketib to'g'raymi? Ya 40 tuman ketdi. Lekin yillik almashtirishga hozir maash yangi chiqqan do'rini 3 oy yesin deb. Bu do'ra 2 tuman 7000 koy bir oylik do'ra. Bir oylik do'ra. Andalsa xulos qilay. Akimiz, Abdullah akimiz uzoq muddat bo'g'in baqqan hasalchi. Hozir hasal bo'g'inlari mamsin setib bo'ldi. Urug' tuqqanlardan oldigani ap bo'ldi. Mushu turayotgan mush uyinima sotish darajaga qolgandan keyin shu ekranga chiqyapmiz qarindoshlar. Urug' tuqqanlardan oldigani qarindoshlar olgan ap bo'lib, amalning yo'g'ida shu ekranga chiqarib keng xalqimizga yordam talab qilyapmiz. Mushu yordam qilinglar cho'qim joyi bordi. Agiz qatta yordam qilmaysa qarindoshlar bo'lsa, bir ko'vusum yordam, 10 ko'vusum yordam, sharoitimiz yaxshi bo'lsa chaqirib yordam qilsak, undan yaxshi. Boy deganda o'ylig'imizdan eshketgachga, qurbitimiz yetmagachga ekran chiqib tilavatimiz qanqalarimizni yordam talab qilyapmiz. Mushuncha so'zga bo'lsam, balkim mening kayfiyatimni, ochamning kayfiyatini, ham shu o'tgan avlatkamning kayfiyatini ekran oldidagi qarindoshlar tushunib bo'ldinglar. Dünya mehri muhabbetli güzel, hem onların harcayacak güzel olsun. Rahmet, 3. sözüge masak.